Va sabbola sizlar bilan Hezokra. Bugungi videoda biz har xil Battle Royale challenge'larni bajaramiz. Salomlashib qo'ying. Hammaga salom. Sizlar bilan men yana Starik Zuzbe, Saka Mobile. Bugungi videoda biz har xil challenge'lar bajaramiz. Albatta boshlari birinchi Battle Royale qilamiz. Qani bolalar ketdik. Oson bo'lsa kerak. Bir oson bo'ladi. Ustimga chiqib oldinglar, bor yo'qol. O'zingchi? Ikkisi o'xshaydi. Menchi. Qani. Voy, o'lib qoldim. Sen botsan baribir, botligingdan qolmaysan. Botmasman. Ala tushdim. Menikiga tushdinglar, bo'lsam bilardim. Mana maytga tushib sakra, mana shu yerdan paydo. Hop. Endi ikkinchi ana botsan, nima o'zingga? Ana siz bu ancha mama tug'dirish mumkin. Qarab tur meni. Ko'rdingmi, men o'lmadim. Yutdim. Men endi 3 ringga o'xshab qilib beraman, qara. Men faqat qiyinlarni qilib o'rganganman-da, uka, sen hali yoshsan. Men havoda men baribir seni oldindaman. Qara, sen tepaga chiqqaning ham yo'q. Men endi pastga tushib eng qiyini. Vashshe qiyin narsa bu. Ana, men sendan birinchi. Men ham o'lib qoldim. Montajyor bu montaj qilamiz, berlarini tezlashtirib tashlaymiz sizlarni o'ylab, yomon qiyin bo'ladi. Voy. Hozir. Vashshe qiyin narsa ekan, Ustiga tushsam o'lyapman-da. Nimaga? Vashshe qiyin bo'lyapti, bolalar. Oson deb o'ylayapman, lekin o'zingizlar o'ynab ko'rsanglar bilasizlar. Men ham o'lib qolyapman. Tezlashtirib tashlaymiz bu yerda. Bo'lsam 2 soat o'tirishimizni ko'rmasanglar kerak. Mana o'zim o'tdim. O'zi o'tdi mana. Endi meni navbatim o'tdi men ham. Starik prosta botda o'tishni bilmayman. Qanaqa o'zi ham bot, Hayzo ham bot-ku. Men endi 3-leveldan 4-levelga o'tdim. Ikkimiz ham o'ldik-ku. Mana shu oralar katta ekanda tushib ketib qolyapman faqat. Bitta senmi? Itarma. Qani bo'lmasam 4-levelga o'tamiz. Qarab tur. Yomon qilaman, ko'rib tur. Obunachilar bitta edit qilib beringlar menga deb. Farrat deb chiqarma. Nima qilding? Havosas bording. Deyapsiz. Endi tezlashtirib tashlaymiz bermay. Bo'lsa o'ta qiyin bo'ladi. Qaranglar qancha qiynaldik, shunga bitta like va obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Komment ham yozish esdan chiqmasin. Sizlar obuna bo'lsanglar biz ko'proq videolar chiqaramiz. Voy, yaxshi tushdi lekin. Voy. Endi Sarx X har doimgidek botligini qilib yuribdi. Men endi Minecraft'ni ham ko'p o'ynamagan, oldin o'ynaganman. Hozir esa esimdan chiqib ketganda. Esinglarda bo'lsa, bu bilan ham oldinlari video qilganmiz. Yana havoda hidini o'zgartirib yuboribsan-da. Nima qilding yana? O'zingdan. Suvlar to'kilar. Yomg'ir ham yog'ardi shu joyiga. Yomon ko'raman yomg'irni. Endi oxirgilariga yetib kelmoqdamiz. Qani bo'lmasam endi bitta edit jasab beringlar. Bittada o'tsam like va obuna bo'lib qo'yinglar. Qani bo'lmasam boshladim. Bo'lmadi. Men ham ikkinchisiga chiqmasa, men obuna bo'lib hali 4-sidaman. Hali bo'lmayapti menda. Qani editchidan boshinglar. Voy, qanday tush mumkin? Bo'ldi, bugungi videoda Starik har doimgidek yutqizadi. Men prosta sen adashib yutib qo'yasan-da, faqat adashib yutib qo'yasan. Har doim adashib yutib qo'yapsan, Ikkinchi marta yutqazishib bo'lsam, sal botroq bo'ladi. O'zi ham bot, prosta Minecraft deb Minecraft o'ynab o'rganib qo'ygan bola. Bo'pti, sizlar bilan biz Starik Zuzbe va Hezokra bo'ldi. Hammaga xayr, salomat bo'linglar.